Ya. Abi çok sıkı değil mi? Qiyğal vaqtda abunəni qılmaqlar balam. Dep cavab etishni o'rgatmagan bizga. Kichik vaqtda shunchaki qo'limiz ishdan kelmagan vaqtda javob etib qo'shib etish jarayonida qo'limizni necha kesib yani asboblar qo'shib o'tganda yani o'shanda kesib o'tib men qo'limniki meni tutib olib men qo'lim saq men qo'limni tutib ololmay men qo'limni tiymiqim bundoq chiqib endi kesib otqanman 43 yil bo'libdi qo'limni kesib otqanim Japalı. Bugün bazı asfaltın ne gidiyorsa şeyleri sağladık. Bugün kaldı. Baba. Nerede var? Çocuklarda. Ya kona. Hadi bayağı da. Anne. Baya. Tek yapıp kanalı kapta. Özellikle süt yapıp ergiler. Ne çıkmış bulakta? Anne. Bolapta. 15 koş bulakta mı? Bolapta. Baldi 510 yılın aldıda bir tal qo'shiq essek Bijimkoy atrofida satıştık hozir endi ma jahon taraqqiylashandan keyin bizning hunarligimiz ham yaxshi. Bir tilni 2 koy, 3 koy, 3 koy o'zim ochib sotaman. Ammo endi satışqanlar 4 koy, 5 koy atrofida sotadi. Ham buni Toshqa o'rimchi ashusiga to'layib ashusiga olib ketdi. Yaxshi ekanda.
qo'shib qolibdi. O'shila. Qo'shiq bormaz da. Azıcık bak. Kağında bir yerden gibi büyüttüm ya ayaktan. Gel bir tek keşten. Neç pul versen buldu bu 5 qo'shiqga? Pazarda 5 koy sattık, 6 koy. 20 koy versiz bola. Razı olsun. Razı olsun.